Teklemakkandan yanrıgan ünçü sadası. Ümitlik qalblarning o'chmas navosi. Mehirlik dillarning o'rtaq arzusi. Yangi Zelandiyadan anlatılayotgan Uncha programmasi. Doğru deysiz. Şu qoçqa məxtə bək özgəçi şair, intan özgəçi şair. Onu əmdə hazır ötken zamanda teoriləşik doğru keldi. Əfsus, mən təxir onlara könüb getmədim. Amma bu şair həqiqətən ölümünü munda cıq yazğan şairi mən görüb baxdım. Yox mənəncə. O xudda özününki bağları tökəb getdiğanlığını bilgəndəklə. Burun şu ölümdə yazadı. Amma əlaqə sözsüz degəndək onda bir düşkünlük bilan yazmaydı o temini. O bir xillik təxtirə bir xil təmkin qarmağan bolsunmu, amma əlaqə bir xillik deyimiz həyatınki hər xil tərəflərinə tən köygən bir şey. Çünki ölüm temisi cıq şuraydı, amma muhabbət temisi mi cıq şuraydı onun şeylərdə. Məncə ən köp yazğan iki tema muş boldu. Həm də ən çoğ tema muhabbət, onun qalsa bəlkə ölüm. Bu iki temini məncə münasibətlik deyə qarağan şair. Gepiniz bir böldüm. Bu şairin ölümge olan bir xil muhabbeti var desem kabul kılamsın. Ben onda oylamadım. Lakin Qoçqam ne bir xillik hayatını to'liq qabul qilgan bir şair deb qarayman. Çünki hayatning bir qismi ölüm, yana bir qismi muhabbet. O masalan balası bor. O temada mı yazgan. Muhabbet şeyleri mi her xil. Muhabbetninki tatlıq yerleri mi, şirin yerleri mi, cıq ifadelengen onun şeylerde, ama açıq yerleri mi, köp ifadelengen. Onun bir şiiri, onun bir parça şiiri, mesela özününki bir muhabbetini köyleydiğen bir şiir bolsa, onun keyin yazgan şiiri belki bir ne deyimiz, hicranını yoki bo'lmasa ayrılışını bir so'zlab bir açıq bilan yozilgan bir she'r bo'ldi. Bir odamning ichidan shuncha ko'p not she'r chiqqanligi o'zi bir mo'jiza, ammo texmi cho'ng bir mo'jiza. Uning she'rlarida har xil kayfiyat, har xil temaning tepilganligi. Siz mayli qanday buni men burun Erkin Asiya radiosi mana Qoçqamning she'rlari to'g'riliq ziyorat qilganda shu gapni qildim-ku deyman. Siz qanday bir kayfiyati bo'lsangiz, bu kayfiyatingizga mos kelgan Xo'ja Mamat she'rlari bor. Bu ajoyib bir ish amaliyotda. Chunki men endi o'zim she'r yozmayman, ammo men bir xil bir odamningki shuncha ko'p temalarda, shuncha ko'p kayfiyatlarda, shuncha ko'p hissiyotlarda she'r yoza olishini men bir xil faqat unda bir tasavvur qila olmayman. Men shu an ko'rib, men doim hayron qolaman. Hayot vaqtida Xo'ja Mamatjon bilan bir necha qitim paranglashgan. Ularga she'rlar to'g'riliq paranglashsangiz, shunda bir kamtarlik bilan buni o'yladim deydi. Ammo undaq bir herkes undaq bir silliq tasvirlamaydi o'zining she'r yozish ijodiyat jarayonini, undaq silliq ko'rsatmaydi. Bu xuddi bir xizmatidaglar onda bir tasvirlaydi, oddiy ishdak. Chunki unaga oddiy ish, unaga nisbatan oddiy ish. Chunki mush ish qilish uchun tug'ilgan bir odam bu. Ashna to'g'ri. Men qo'shilaman, mayli qanday kayfiyatda bo'ling, Xo'ja Mamatning she'rini har qanday bir she'rini o'qisangiz, sizning o'z kayfiyatingizga tushayotgandeklar. Mayli bir xil vatanni sevinish nimasi turing yoki xo'shal bo'layotgan bo'ling, yoki umidsizlanayotgan bo'ling, yoki bir muhabbatning azobini yoki xo'shalligini tetayotgan bo'ling, she'rni o'qisangiz, bir o'tirdiki bir o'rtaqlikni his qila olasiz. Xo'ja Mamat siz. Anki yana deydig'im, bu Xo'ja Mamatning she'rlarida, bu muhabbat she'rlarida masalan hijronni davatgan bo'lsa, men u hargiz shoirning hijron to'g'riliq qilib deymiz, zarlanmaydi deb o'ylamayman. Bu shu jarayonni shunday huzurlanadi ekan. Mashqini seg'inish, ashning zarliqib kutish, aniga uningdan ayrilib qilish, mangu yetanmaslik mushi jarayonlar shoirimizga bir xil azob emas, balki nihoyatda go'zal bir tuyg'ularni beribdi ekan.
Lekin u ajablanadigan ish emas. Chunki klassik Uyg'ur she'riyatida uni ko'p tepiladi bu. Hicran, muhabbatning pirog'ida ko'yib deb o'zini ona bir deymiz to'xtamay azoblanayotganligini hijron o'tida u eng ko'p yozilgan temalarning birisi. Chog'atay she'riyatida klassik Uyg'ur she'riyatida bak ko'p yozilgan bir tema. Shunga G'ochkamniki shu temani yozganligi ajab emas. Meningcha uningki nima deymiz bir xil ifodalashi eng cho'ng farqlangan yeri. Chunki shu oshiq mashq temasi shu Alisher Navoiydan tortib jiqba shu lekin G'ochkamniki ifodalashi o'xshamaydi-da. U hech kim o'ylab topolmagan bir majozlar, bir o'xshatishlarni topalaydi. Hozirmi ba'zi yozuvchilar bor, ashuna bir tabiiy talant bilan yozdigan. Hech kim bir o'ylab bakmagan bir imaglarni topgan yoki bir xil hech kim o'ylab bakmagan bir o'xshatishlar yoki hech kim o'ylab bakmagan hech kim bir xil biriga uni keltirib bakmagan ikki narsani biriga akab bir-birisining uni yeniga qo'yib yangi bir narsani paydo qildi. Xo'ja Mamatda shunday bir talant bor. Uninki tasavvuri shu qadar kuchli. U qolganlarimiz bir o'ylab bakmagan bir ishlarni o'ylay oladi. Ham unga nisbatan bu qolganlarimiz uni tomoq yegandeklar bir ish. Mana shu men uchun uningki bunda she'r yozishi bir xil sirliq bilinadi. Lekin o'ziga uni bilmaydi, o'ziga bir alayda ish emas. Ammo uningki bak mo'l-husulliq, intayin mo'l-husulliq bir shoir ekanligini ta'kidlashimiz kerak bo'yadi-ku. U necha ming poch she'r yozgan. Shu kunda she'r yozgan desak bo'ldi. She'rlar hamma jurnalda chiqadi, to'rda chiqadi, matbuotda chiqadi, keyingi vaqtlarda undidada taqiladi. Unda ko'p yozgan shoirlar oz. Anda uning she'rlari bir xil ba'zi she'rlari unda bir huzurlanib ikkinchi o'qimaydigan she'rlar, ammo ba'zilari bir qitim o'qib mangu yodingizda qoladigan she'rlar. Siz abaytilgan ko'z paslaydigan she'rga o'xshash. U she'r mana shunday oddiy ekan, lekin erlarninki bir xil desak bo'lar. Bir xil o'ttir yoshdagi bir xil amalsizligi demdik. Bak yaxshi ifodalangan, chunki o'ttir yoshlarni hammamiz ashunday oldimizda cho'nglar bor, ota-onamiz bor, kaynimizda bolalar bor. Bu bizdek bir madaniyatda cho'ng bo'lganlarga cho'nglarga qarashingiz kerak, kichiklarni tarbiyalashingiz kerak. Butun besim sizga tushayotgandeklar. Men doim mana deyman, men o'zimni bir xil qancha yoshda boshlandi siz degan? O'ttir yoshma. O'ttir yosh hozir men xalqaro Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 50 dan boshlandi deydi. Amaliyotda bu yosh bilan munosabatsiz. Menimcha, masalan, men u yoshga to'shmadim, lekin men o'zimni o'ttir yosh deb hisoblayman. Lekin men bu yoshga bekboldir kirib oldim deb o'ylayman. Bu bir xil psixik yosh-ku. Shunqi asaq bir xil men o'zim narsa doim tasvirlayman. Men xuddi poyezdninki o'ttirdiki bir vagondaklamda. Oldimdan tortayotgan, keynimdan ishtirayotgan sizga to'xtash imkoniyati yo'q. Ya oldingizga to'xtash kerak, ya keyningizga to'xtash kerak. Turmush o'zingizning emas. Attigini qo'psiz bir mas'uliyat bilan tursiz, tirishmisingiz, amalingiz yo'qlam. Mushu she'rda shunday yaxshi bo'pmi erlar bu texmi bu xil mas'uliyat yo'q texmi kuchli qildi deb o'ylayman. Chunki biz ayollar bir minsa voy dadisi bog'u uyda arba deb o'ylaymiz. Lekin bu Uyg'ur erlarining hozir ahvolida oila mas'uliyatidan sirt bir jamiyat mas'uliyati texmi bularni bir bulun qistab qo'yapti deb o'ylayman. Ash bak yaxshi ifodalangan. Shu G'ochkam siz degan temalarda jiq yozgan. Unda tuzdimaydi bir gapincha. Herkes tuzdimaydi. U ko'rsatadi da. O'zini qarashini bir ko'rsatadi, bir simvol bilan ko'rsatadi, imag bilan ko'rsatadi. U bak qandoq desam bo'lar buni? G'ochkamninki ma'lum bir masalaga nisbatan qandoq qaraganligini men oson deya olmayman.
Çünkü onun şiirlerde fakat özünü karşılamaz. Menimce şu başka karşılama öz ifadesini tapkan. O bir kılık elbette bir şairin özünün karşıları, özünün şiirleri de öz ifadelenir ama Roçka menimce o begrek bazı tiyatro yazganda şu başkalarının karşıları, başkalarının hissiyatları mı ifadelengen onun şiirlerde. Ajna bir talantı var bu adamda. Çünkü şu an adette mesela tiyatro yazdığın adamda ajna bir talant buluş gerek o ya ki roman yazdığı adamda ajna bir talant buluş gerek. Ama Roçkamda mı məlum derecede bağ buna ise. Şoňa şu naýat qısqa näçe jümle bilen mi abay degендek maýlygy burun way bu qısqa gap bilen gapni tük iliqi bir bütün ma'na çıkmaydı dep oylaydım. Ama naýat qısqa gap bilen mi sizge bir adamning bütün haýatyny dep berip atgandeklam. Bir günlük emas, belki 10-20 hatta bazı şeýerler qarşıňyz bütün Uýgurnyňki mesela şu ýakyn zaman neçe 100 ýyllyk asartımız, muşum japa müşaqqatlarımız mücessemleşkenlikle bu pilqi mesela tömür zincir degan gaplarni belki işiltdik. Muşu tarix degan şeýer bar bildiňiz, tarix degan şeýer. Muşu şeýerlerde şeýer bek ýaxşy misal. Muş şeýerlerde deýmesek qarşyn aş neçe cümle bizning muş neçe iliq way urçap qıldy, öldärdi, biz qarşılık qıldyk degan gaplar ýok. Ama aş zincir iliq köl bir iliq qiyiq degandek gaplarni qilib sizga aş hissiyatni iliq yolg'izlik, iliq beqovullikni ama qalbingizda ölmegen bir ümitni shunday yaxshi his qildira oladi ekan. Doğru deysiz. Menimce mi? Eğer tüz dese bak o tesiri onçlik çoğun emas. Çünkü o tüz degen gaplar hemiz könüp ketdik, hemiz cihanladık. Zulüm degen gapni cihanladık. O küreş degen gapni cihanladık. Ama Roçkam biz könüp ketken gaplarni işletmey. Hiç kim könmegen ama hemmadan da tesir qo'zg'aydigan gaplar tapqan. O şairninki bir talantlı şairninki bir nimesi bir iqtidari bu. Çünkü hemimiz meningçe her qandaq til aşna bir ahiri nayt köp adatlangan sözge tayinadı, adatlangan söz ibarelerge, cümlelerge tayinadı, hukmlarga tayinadı. Hemimiz könüp gitimiz, ana bir xil bizde inkas qo'zg'amaydigan bo'lib qoldi o sözler ahiri. Bu Roçkamning şeýleri bolsa yoki boshqa bir har qandaq bir talantly şairning şeýleri bolsa, o sözler qo'zg'ay olmas bo'lib qolgan inkaslarni bizde boshqa bir sözler bilan qo'zg'ay oladi. Hem taqa biz unutib ketgan narsalarni bizga eslatib beradi. Shunaq, men qo'shilma G'uj Muhammadning şeýerleri nim deymiz, mana o Amerikalik Afgan yazgıcı Halid Hüseyin'nin eserlerini bek yaxşı görmekçi. Mesela Leglek Fuçurgucu Bala degendek, anandaki. Tili şundak addi. Turmuşlam deydi. Hiç qanday dabdabli gaplar yo'q da. Lekin sizde muvaffaqiyatli holda bir ichinishni, bir hasratni qo'zg'ay oladi. Siz bu adamlarni tanımaysiz. O Afgan turmuşu bizge bütünlay yot birdi. Lekin siz aşı hikoyaning ichidagi personajdek turib, ashlarning turmushini boshdan kechirgandek azoblanasiz, ashuna qo'shilasiz. Men G'uj Muhammadning she'rlarini ashla o'ylayman. Bizda muvaffaqiyatli holda bir nechqur bilan bir ichinishni, bir azobni qo'zg'ay oladi. Lekin siz she'rni o'qib qo'yganligingiz ash azob bilan yana yashab ketasiz, qaysar holda. Qargiz, "Voy, men bak azobni bo'ldi, hayotda umidimni uzdim emas." Aş azap bilen sizde aş ümitni qo'zg'ay oladi. Turmush baqiyin to'g'ri. Ana lekin ati cho'qim yaxshi bo'ldi degan u endi bir hikoyadan, bir aldamchilik. Balkim bugun eng yaxshi kunlarimiz bo'lishi mumkin degandek bir umid bilan sizni yana hayotga undiy oladi deb o'ylayman. Men bu his qilgan uning she'rlarida ashuna bir umidni his qilgan. Şu meningcha siz burun degan gap amaliyotda bu yerga bek mos keldi. O gerçi o hatta nayt ichinishlik temalarni yozgan vaqtdami Ajna içiniş, ajna bir ökünüş, andaq bir hasratdinmi ma'lum darajada huzur tapqan. Güzellik tapqan desek bo'ldi. Hasratdimi güzellik ba, jannatdimi güzellik ba. Ishqib hamma narsaninki güzel tarafini tapqan, hatta bir azobninki, jafoninki, shu güzel taraflarini tapqan, ham ifodalagan. Albatta bu bir derman, bu bir xil azobga bir derman, bir shifa. Agar har qanday odam jafo chekadi, hayotida har qanday odam azob chekadi, ammo ashuna azob chekkan vaqtda agar
bu hissiyatınızı so'zlagan bir she'r yoki bir naqsha yoki bir roman, bir rasm, bir san'at bo'yimini topa olsangiz, u sizga ma'lum darajada tasalli bo'ldi. Chunki birinchidan boshqa bir odamninki bu ishni boshdan kechirganligini bildirdi, his qildirdi sizga. Shu vaqtda hech bo'lmaganda shu azob ichidagi shu yolg'izchilik hissiyoti ma'lum darajada yengillaydi. Ammo yana bir tarafi Qo'chqam o'zining she'rlarida hayotninki har qanday taraflarininki amaliyotda go'zal bir taraflarining borlig'ini ko'rsatadi. Shuna siz degan undaq azobdan huzurlanish meningcha ashyadan kelgan. Bu kimning bu amdaylik naytin deymiz sezgur bir nimo shoirga amdi bu yana bir qayt uchirtishimiz ancha mumkin bo'lmagan deb tasavvurlasak bo'ldi. Amdi abayqi menga avatgan she'ringizdan Parat Tursunning she'rini avatibsiz, shunga balkim Parat Tursunning siz amdi paranglishimizdan bilma sizga bir qadar ta'sir qilgan Uyg'ur adiblarimizdan birisi. Parat Tursunga bo'lgan bahoringizni anglab baqsam. Bahorimni men o'zimni baho berishga salohiyatim to'shmaydi deb qarayman. Men chiqib Qo'chqam bilan tanishdim, ammo Qo'chmamat Mamat Xotanda yashaydi. Shu biz uni jiq ko'rishmagan, Justurani bir necha qitim ko'rishgan, unda telefonimni paranglashgan, ammo Parat Tursun Urumchida turgan. Shu Paratqam bilan bak yaqin tog', doim ko'rishatdik, uni yaqin do'st, yaqin akam qatorida ko'rman. Ma bak ta'sir qilgan odamlarning birisi. Shu hamda birinchidan hamda shu bir nima deymiz, yaqin do'st deb qarayman, yaqin bir akam. Biz bak jiq paranglashdik, bak ko'p fikr almashtirdik. Ham u xeli uzun vaqtlik bir do'stlik bo'lg'achqa har xil ishlar yuz berganda ko'p paranglashgan. Mayli bir ijtimoiy bir o'zgarishlar bo'lsin, mayli bir adabiyotdagi bir ishlar bo'lsin, mayli shaxsiy turmushdagi bir ishlar bo'lsin, biz ko'p ham cho'nqur, ham yaxshi paranglashdik. Shu endi birinchidan unaqa bo'lgan chancham bir xil do'stlik chanchisi. Adabiyot jihatdan albatta har qanday bir adabiyot havaskori bo'ldi. Parat Tursun isyonkor bir adib, isyonkor bir yozuvchi, bir shoir. U boshqalar deb baxmagan gaplarni degan, boshqalar yozmagan temalarni yozgan. Boshqalar anglashni xalamaydigan temalarni yozgan. Yazganda boshqalar qaqshsimi, unga qaramay yoki undan taxmo ilhom ilib davomli yozadi. Shu isyonkor ro'y bor deyman unda. Ammo adabiyot jihatdan demakchi. Adabiyot jihatdan unda bir qo'rqmas bir isyonkor ro'y bor. Shu bak dodil ham talantli odam. İkincisini ko'rmadim hamda. Shinjongda ko'rmadim, Amerikada ko'rmadim. Hech yerda ko'rmadim hamda ikinchisini. Hamda Paratqam o'zini ko'rmageli hozir necha yil bo'lib ketdi. Siz bilgandek, u 2018-yil birinchi oyda tutqun qilingan, tutilib ketgan. Shundan keyin biz faqat ko'rmadik, izdirikini qilamadik. Shunday bir ahvolda hozir 3 yil to'shaydi dedi. Shu kunda eslab turadigan, ham kunda ansirab turadigan bir do'stim. Rahmat. Shu. Tasalli topdik deb o'ylayman, chunki men Parat Tursunni bir bilishim bir kitobidan bo'lgan. Bu kitob ayni vaqtda bakkilik zo'r g'ulg'ul qo'zg'agan. Çünkü bu kitap bizning ba'zanlarga diniy, urf odatlarimizga butunlay qarshi bir yerdan chiqqashqa, abay siz degandek zo'r bu qo'zg'ab hammadan chiqib tanqid qilib degandek. Lekin o kitap men o'rta maktab vaqtimda o'qigandim, to'liqsiz turadi maqtimiki yo to'liqi yangi chiqqan. Rostga aytsam men bir xil cho'chib ketganchu, kitobdagi ideya. Bu
o'ylab ha debchi mundaq bir ishlar bor ekanda debchi chunki men hamdiligi men bir ziyoli oilasi cho'ng'ilgan garchi bizning oilalarlik bak islomiy mandaq diniy nimalarni bermisimi bilimlarni beramisimi menga men dadam opam shikilsiz doktor degandekcha endi men hozirgi zamon diniy fanniy bilimlardan jiqroq nim qilgan lekin endi men ashla bir sharoitda cho'ng'ilganki men gapni cho'qim bunda deyish kerak debchi masalan bizning dinimizda o'zini o'ldirib olishlar degan yomon gunoh hisob lekin ash kitobni o'qigandan keyin bu kitobchi rostga qilsam meniki aslida bor dunyorimni dim ko'mtiribdi bu menga hayotda qanday yo'lni yashash emas hatto hayot bilan o'limnimi men tanlasam bo'ladi-ku degan bir narsanichi bundoq bir ashtaq bir ideya keldi garchi men qilolmasam ba'zi odamlar hayot bo'lishni yoki o'lib ketishni o'zi tanlaydi-ku herkes zo'lab o'zini hayotga bog'lab bir xil men mush hayotlikniki masalan berishga 3-4 bo'lsa mushning uchun birini tanlab yashayman emas agar bu berishga 3-4 ni xohlamasam men o'limni tanlasam bo'ldi degandek bir ashundaq bir tanlash bor bu dunyoda balki bu kitobda ba'zan buddizmninki akini biz deyishdik nirvananing gapini qilishdik niye panninki aşı qayta yana dunyoga kelish to'g'riliq bu dinimiz bizning dinimizda bo'lmagandikin bu kitap menga shundoq bir bak chunqur ta'sir bergan shunga kelib rostga qilsam u kitobni qo'qib ikkinchi qator o'qiyolmadim men bir qadar hissiyotliroq odamchi bak oson sirtqi nimalarning ta'siriga uchrayman shunga bak azobli kitoblarni o'qisam o'zimni ash kitobning ichida qolib qolgandek his qilib bak qiynalib ketamanchu shu g'ujmanning she'ri menga doim o'sha ta'sir berdi men she'rning ichida qolib qolgandeklam necha bearam bo'lib shunga ash kitobni ikkinchi qatim qayta o'qiyolmadim men o'zimning ash kitobni ichida qolib qilishimdan shunday ansirdim ashiliqi nima ash personaj bo'lib qilishimdanchu chunki u bilan kuchli ta'sir qilgan desak bo'ladi to'g'ri yosh o'smirlik vaqtida men dunyoga bilishim hamda o'zgarishga boshlagan vaqtida aile tarbiyasidan men dunyoni jamiyatni o'zimning tunishim orqali tunayotgan vaqtimda menimcha Paratkam sizning bu gaplaringizdan bak xush bo'lishi mumkin chunki bir odamni cho'chitish uchun hali bir hunar kitidir kitob bu o'ldim lekin Parat Tursunning aynan bu kitobni yozishga maqsadim shu Onu bilmedim lekin menimcha agar bir o'qirmanda ashuna ta'sir qo'zg'ay olsa xili yomon yozuvchi deb qarashga bo'ldi menimcha chunki u kitob ustunlik bilan yozilmagan bo'lsa siz endi birinchidan balki o'qib bo'lmasligingiz mumkin ammo ikkinchidan kitobni ikkinchi qitim o'qishdan qo'rqmaydingiz balkim ikkinchi qitim ko'rgingiz kelmasligi mumkin agar nacharroq kitob bo'lgan bo'lsa ammo hech bo'lmaganda qo'rqmaydingiz u mumkin emas şu sizni unda cho'chitadigan bo'lsa bu shu Paratkamninki bir adabiyot jihatdan bir muvaffaqiyat desak bo'ladi endi u oson ish emas o'zi bu kitob chiqib Uyg'ur jamiyatini ostin ustin qavatdigan shu adiblar chiqib degan obzorlarni yezib birisi yaxshi deydi birisi yomon deydi hammadan mush to'g'riliq bir fikr bildirmasa mavjudligini topolmaydigan bir yer uchib qoldida shu o to'g'ri obzorlarim o'qidim o'qib abi to'g'ri deb zodi bunday kitobni yozmaslik kerak nemish bunday yozuv deb o'ylayman lekin yana ash kitobning bir ajoyibligini e'tirof qilmay turolmayman shu shundoq tunib ekanman andan keyin boshqa asarlari she'rlari orqali tundim lekin hozirgacha e'tirof qilmay hech qaysi asari menga ash kitobdek ta'sir qilmagan shu har vaqt Parat Tursun deb tilga ilingan vaqtda ash kitob menga bir qitim yana bir qitim meni bir deymiz bir bo'lqilab urgandakchi yana bir asha ta'sir qila oladi Paratkamni qo'yib aytganda siz bu gapni unutgan qattiq xush bo'lib ketadi bo'ladi sizniki hech qanday kitobni unda kuchli ta'sir qo'zg'amagan desangiz qattiq xush bo'lib ketadi men ham kitobni bakcha o'qiyman keyin butun kitob 3 kitob yozdim lip-miliq kitob lekin menga ta'sir qayt o'qiydigan kitoblarimda bir narsa bor anaki faqat o'qimaydigan kitobim Parat Tursunning kitobi Menimcha Paratkamninki shu balkim yetmoqchi bo'lgan maqsadi ma'lum darajada shu bo'lishi mumkin chunki u Uyg'ur adabiyotida takrorlik bakjoq deb qaraydi takrorlik bakjoq menimcha prozchilikda haqiqatan takrorlik oz emas shu Paratkam buniga bir xil jang e'lon qilib bir xil hech kim demagan gaplarni degan qasddan degan she'rlarda bor bu narsa she'rlarda bor
u boshqalar yozgan temani yozishni xohlamaydi ancha. U ba'zida muvaffaqiyatli yozgan she'rlarni, ba'zi she'rlar unchalik muvaffaqiyatli chiqmagan, ammo onunki zerikishlik she'ri yo'q. Endi bunday yangilik yaratish ro'yidandiq, chunki hozirgacha siz shuni tadqiq qilgan odamlar yaxshi bilasiz. Mayli adiblar bo'lsin yoki rassomlar bo'lsin yoki fan texnik olimlar bo'lsin, ayni vaqtda bir xil tuzumga yoki bir xil ideyaga jang e'lon qilganda hech kim uni yaxshi ko'rmaydi. Ama chetga qaqimiz bir xil buningga masalan dinni yoki hokimiyat beshidagi nopozliq guruhlar chiqib, uni nimasi deymiz, obro'yini yerga urimiz deganda. Ama yıllar ötüp cemiyet terakki qilib ma'lum bir yerga yetgandan keyin andan keyin qarasangiz ular aslida aşu gigant odamlar shu davrdagi. Masalan Galiley ayni vaqtda yer sharini jumala quyoshni nima qilib aylandi degan uni ko'ydiryapti u. Lekin hozir o'ylasangiz u to'g'ri keldi. Lekin u vaqtda hech kim uni to'g'ri demaydi, chunki u o'sha vaqtga eng nopozliq dinni nimaga qarshi tura olgan. Masalan Paratursunning she'rini sanab o'ylayman, ayni vaqtda asri degan zodi voy bu degan bir bizning mayli dinni yoki milliy nimamiz hissiyotimizga bir azab bo'ldi, bu bizga bir zaxma bo'ldi deb o'ylagandik. Lekin endi o'ylasangiz, u bir yangilik yaratish ro'yi. Odamdagi o'zgarish ashundoq tip-tinish bo'lmaydi ba'zida. Ashaq kurash bilan bo'ladi. Ikki noyati cho'ng ideya bir-birisi bilan kurash qilish orqali biz ko'rolmanlar mushning ichida birini tanlaymiz. Ammo buni biz vaqt deb berdi, endi keyin kimning xato yoki to'g'riligini. Nuqul bir əsərdən bu adamdan to'g'ri yoki xato deyishga bo'lmaydi, chunki men bundaq keskin hukm chiqarishni yaxshi ko'rmayman odatda. Ammo shu Paratursunningki isyonkor yangilik yaratish ro'yi biz Uyg'urlardagi shu alayliklar bilan Uyg'ur adiblarimizning ichida alaylik ko'zga chiniqib turdi deb o'ylayman. Shu Paratkam haqiqatan u jihatdan xil alayli bir odam meningcha. Albatta boshqalarmi bor. Shu bir yangilik to'xtamay yangilik yaratayotgan, ammo Paratkam meningcha haqiqatan bir xil boshqalarning fikri bilan kor bo'lmasligi, dodillik bilan mana yangilik yarataverganligi, ondan boshqalardan burun ham boshqalardan keskinroq shunday bir ana bir asarlar yozganligi haqiqatan bir odamni qayg'u qildi. Men odat hikoya yozaman, siz balkim men hikoyani o'qiman, bir bahorga xatda men bilmayotganman rost gap qilsam. Men siz ko'rsatmadingiz hozircha. Ko'rsatmadingiz. Bo'ldi, men nimasini avatday. Men o'tgan yilda mana hikoya yozishni boshladim. Mening hikoyam ham nima desak bo'lar? Mening Uyg'ur adabiyotida bir o'zgacha. Chunki men birga Uyg'urcha maktabda o'qigan, anki ishkirga berib 4 yil nima. Mening Xitoy tilim bak yaxshi-chu. Shunami? Men agar telefonda meni ko'rmay men Xitoycha so'zlasam, qarshi taraf meni xanzulamkan deydi. Anandan keyin men xanzucha asarlarni bakchiq o'qiyman. Anandan keyin inglizchani siz uch xil tillarga ega ekansiz unda bo'lsa. 4 xil. Men yaponcha o'rgangan. Yaponcha o'qiysiz? Yaponcha anandan keyin inglizchani mana shu Avstraliyaga kelib o'rgandim, taqam 10 yil bo'ldi. Shunga men inglizcha masalan shu Xolid Husayn degandek müşairlarning yozuvchilarning kitobini ko'rishni yaxshi ko'raman. Tabiiy. Shunga men ham do'rab ashlarni ashundaq yozib baxdim. Shuning ichida bir necha hikoyamni aytib, sizga ulinishni avatib bersam bo'ldi. Bahorga xatda bir qizning hayotini yozdim. Endi buni hozirgi zamonga tabliqlab, bu qiz Urumchida cho'ng bo'lgan, o'zining hayoti asosan Beyjingda o'qigan, keyin Germaniyaga to'y qilib chiqdi deb. Shu hikoyamda men bu qizni turmuşdan hamma sınaqlarda bir sınab baxdim-chu. Shunga bu qizni oxiri Germaniyaga to'y qilib chiqqan yo'ldishini bir mashina vaqasida o'lib ketdi deb, bu qiz homildor vaqtida o'lib ketdi yo'ldishi deb tasvirladim-da. Bundan o'ylasam keyin bu yana bak bu qizga bo'lgan eng qattiq sinoq bo'lmadi dedim. Da, keyin bu qizning masalan bu qizlar yangi bu o'g'lini ko'rib, endi hech bo'lmasa menga bu yo'ldishimdan qolgan bir tavarrukka deb turgan vaqtda bu yo'ldishining burunqi qiz do'sti kelib